Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Salomatmisizlar? Yaxshimisizlar? Sizlar bilan ozgina Ukraina mojarosi haqida gaplashamiz. Xo'p, bu haqda ko'p bo'ldi yozmayotganimga. Bu haqda boshida juda ko'p yozganman. Shu narsa boshlanganda ham yozganman, undan oldinroq va bu haqida o'qiganlar aksar odamlar menga konspirolog deb tamg'ani qo'yib kulishardi, lekin real voqelikda bugun ko'rib turibmizki, vaziyat mani taxminlarim bilan deyarli bir xil bo'lib chiqyapti. Gap nimadaki, ko'pchilik ekspertlar bu haqida analiz qiladiganlar hozir boshi berk ko'chaga kirib qoldi. Ya'ni bir qarasa bu yoqda o'sha hamma yomon ko'rayotgan Rossiya agressor, go'yoki Ukraina hududini bosolmoqchi bo'lgan edi. Bu yoqda esa Ukraina hukumati ochilib qoldiki, butun urush davomida mazza qilib, pullarni o'marib, milliard pullarni korrupsiya bilan o'zlashtirishgan. Xo'p, nimaga bunaqa holatga kelib qoldi deyilsa, gap shundaki, o'zi boshidan analizlar, tahlillar noto'g'ri bo'lgan. Chunki Rossiya Ukraina hududini o'zini bir hududi sifatida qo'shib olish uchun urushga kirmagan edi. U yerda boshqa manfaatlar bor edi. Ukraina ham xuddi shunaqa bu urushda yurtini, sarhadlarini himoya qilish uchun, ona yurtni himoyasi uchun harakat qilgan davlat emas edi. Boshidan bu yerda boshqa bir rejalar uchun Rossiya ham, Ukraina ham vosita edi. Rossiya urushga qo'shilmaslik, bu ishni qilmaslik tarafdori edi, lekin unga majbur qilishdi. Ukraina esa bu urushda bo'lishidan manfaatdor edi. To'g'ri, hozir sizlar bu g'alati tuyulishi mumkin gaplarim. Lekin bu haqida ko'p yozganman, sahifamdan, o'sha kanallarimdan topib o'qisanglar bo'ladi. Videolar ham qilganman, keyin ovozli chatlar ham qilgan edim. Xullas shunaqa. Chunki bu yerda boshqa rejalar bor. Boshqa rejalar amalga oshyapti. Endi bu biz aytayotgan, men fikr bildirgan bu rejalar konspirologiya emas, real voqelikni ko'rib turibmiz. Chunki bundan taxminan 2 yil oldin o'sha 9-may atrofida bular tinchlik shartnomasini qilmoqchi edi. Boris Jonson kelib, o'sha paytdagi Angliya bosh vaziri hamma yo'lni dabdala qilib, Ukrainani o'ziga og'dirib ketgan edi. Ya'ni nima demoqchimanki, urushni cho'zib ketgan edi. Chunki bo'layotgan rejalarda inglizlarning manfaati to'g'ri kelmayapti. Endi hamma narsa dabdala bo'ldi, hamma narsa tupikka borib tiqildi. Maqsadi ham shunaqa edi. Endi nima qilishadi? Rossiya agressorlikdan chiqadi va u go'yoki ota, jahldor ota o'zini noqobil otasiga isyon qilgan farzandini kechiradi. Shu bilan Ukrainadagi holatni nima deydi? Yakunlashmoqchi. To'g'ri, hozir fikrlar har xil bo'lishi mumkin, lekin bitta narsani tushuninglar. Shu paytgacha Ukraina hukumatı buni urush deb atamadi. Qurolli mojaro deb aytadi. Rossiya ham buni urush deb e'lon qilmadi. Shunchaki Ukrainaga kirib borish operatsiyasi deb belgiladi. Mana shu yerdan savol tug'iladi. Nimaga ikkita davlat buni rasmiy ravishda urush deb nomlamayapti? Nimaga Ukraina o'z go'yoki sarhadlarini himoya qilayotgan buni urush deb e'lon qilmadi? Chunki agar bu narsani rasmiy e'lon qilsa, bu davlatlar muayyan bir odamlar xalqini oldida javobgar bo'ladi. Ayniqsa Ukraina. Ammo buni urush deb e'lon qilmadi. Endi o'sha joylardagi vayron bo'lgan joylardagi yoki mol-mulkini yo'qotgan xalqlar davlatdan hech narsa rasmiy ravishda talab qila olmaydi. O'zingizlar tashab qochgansizlar, o'zingizlar ketib qolgansizlar va hokazo va hokazo. Xullas shunaqa qilib biza Ukraina hududida ulkan snosni ko'rdik. Hammamiz bilamiz snos nimaligini. Muayyan bir rejalar uchun mana shu hudud toza qilib berildi. Endi mana shu joyda yangi reja boshlanishini ko'ramiz. Ammo bu yoqda ham yakdillik yo'q. Bir nechta guruhlar mana shu rejani o'zlarining manfaatlari uchun amalga oshirishga harakat qilishyapti va bu juda ham qiziq bo'lyapti tashqaridan kuzatish. Endi Ukraina uchun jang asosan tashqaridan bo'ladi. Ichkarida esa ahvol chatoq. Zelenskiy korrupsiyaga o'tirgan va u o'z atrofidagilarni nima deydi? Jazolay olmaydi. Chunki u ham shu bo'lgan ishlarda birga harakat qilib, birga shu narsalarni yegan. Nima ham derdik azizlar?